Betwiner iloviga kirasizlar. 1.600.000 pullaringizni bog'lab, sразу 10 million qilasizlar. Men sizlarga o'rgataman, strategiyani ko'ramiz. Tak, boshlaymiz. Tak, bu yoqda bolalar gameslar bor, o'ynaymiz va bolalar nima deydi, bir comeback o'yinchani boshlaymiz. Katta summada kerak emas, riskovat qilish, kichkina summadan katta summalarni olishni o'rgataman. Tak, boshlaymiz. Tak, bu yoqdan bitta boshlaymiz. Tak, 80 mingdan qo'yamiz. Tak, birini tanlaymiz. 5-liniya va ultradan. Comeback bilet bitta 5 tanlaymiz. Normalniy. Olamiz. Bolalar ko'rdinglar. Shu yoqda bolalar уже 160 ming soqqamiz bor. Bemalol stavkachani bitta ko'tarsa bo'ladi bu yoqdan. Tak, o'tan tanlaymiz. Tak, 1ni tanlaymiz va 5ni tanlaymiz. Normalniy. Tak, bitta ikkinchi qatorni tanlaymiz. Normalniy olamiz. Ko'rdingizlar bolalar. Comeback bolalar sizlarga bitta o'yin ko'rsatdik. Va bolalar tak postoyanniy o'ynayapmiz. Shunaqa o'yinlarda foyda qilyapmiz bolalar. Tak, birinchi liniyani bosamiz. Normalniy. Normalniy bilet. Tak. Katta summada bitta o'ynaymiz. Tak, 1ni bosamiz, bitta 5ni bosamiz. Birinchi liniyani bosib olamiz va 5-liniyani bosib olamiz. Nima deyapti bolalar bilet? Olamiz. Tak, normalniy. Soqqani ko'ryapsizlar bolalar, qanaqa beryapti. Kamizon o'yindan sizlarga comeback bolalar bitta strategiya ko'rdingizlar mana. Tak, asta chiqamiz bolalar, kerak emas bu yoqda ko'p o'ynash. O'zini algoritmi bor bolalar, Betwinerni postoyanniy eslardan chiqarmasligingiz kerak. Tak, ko'rsataman. Tepadagi nastroykani ko'ryapsizlar bolalar. Tak, bosamiz. Tak, bosganimizdan keyin bolalar bu yoqdan pastni ko'rsataman sizlarga. Cache degan joyi bor. Ko'ryapsizlar mana. Cache'ni bolalar bitta ustiga bosib olasizlar. Ko'rdingizlar, megabayti 0 bo'lib ketdi. O'ynagan o'yinimizning algoritmi bor bolalar. Xuddi shuni udalt qilsangizlar, yangi akkauntdan kirib depozit qilib o'ynaganday bo'lasizlar bolalar. Tak, shunday qilish kerak va bolalar boshqa o'yinga o'tib olish kerak sразу. Tak, boshlaymiz. Bu yoqdan bitta qurvaq o'yindan bitta comeback'chan urib chiqamiz. Davay. Tak, birinchi liniyani bosib olamiz. Postoyanniy bolalar men o'rgataman, ko'rasizlar. 30 mingdan boshlaymiz. Tak, birinchi liniyani bosamiz va 5-liniya. Tak, 5 koeffitsientgacha chiqamiz bolalar. Tak, shundaqa strategiya qilamiz hozir bu yoqda. Davay. Bermadi. Normalniy. Tak, boshlaymiz yana. Tak. Bermaysanmi? Bermaydi jallab bilet. Tak, qaytib ko'ryapsizlar. O'xshaydi. Tak, o'xshamayapti. Boshlaymiz. Birinchi liniyani o'qishni kutyapman. Bolalar, to'g'risi men sizlarga aytishim kerak, sababi bitta strategiya qilaman, ko'rasizlar. Normalniy bilan soqqachani urib olamiz bu yoqdan. Tak, urta. Tak, ikkinchi liniyadan ekan va 4-liniyadan ekan. Ushlamadik. Tak, boshlaymiz. Bu yoqdan. Bir qancha deyapti bu yoqda bolalar? 162 ming pulimiz bor va olamiz. Kerak emas. Riskovat qilish, o'sha pulimizni qaytarib oldik. Ko'rdingizlar, minusda emasmiz, короче. Xo'p, bolalar, tak, chiqamiz, boshqa o'yinga o'ynaymiz. Kerak emas ko'p o'ynash bu o'yinda bolalar. Ko'p pulimizni berib qo'yamiz, kerak emas shu uchun. Tak, bu yoqdan bolalar, jin o'yini bor. Mana o'ynashlaringiz mumkin bu yoqdan. Soqqali bo'lish juda ham osonroq bu yoqda. 6 mingdan bosamiz. Boshida ko'ryapsizlar, kamroq summadan boshlaymiz. 3 ta ketma-ketlikdan bosamiz. Tak, ko'ryapmiz. 3 ta ketma-ketlikdan chiqmasa, 4ni bosishimiz kerak. Tak, ko'rdingizlar mana. Tak, 1 2. Tak, tekshiruv qilishimiz kerak boshida. Kerak emas bolalar. Riskovat qilish kerak emas. Davay. Da ну нахуй. Bilat. Tak, chiqdi. Chiqqandan keyin dogonchani qilamiz. Tak, 1 1. Tak, bitta ko'taramiz. Tak, boshlaymiz. Davay. Yana bitta bermaysanmi bilat? Davay. Boshlaymiz hozir. 2 3. Pulimizni olamizmi? Nima deysizlar bolalar? Olamiz. O'tan bosamiz. Yaxshi bilat. Yana bitta bosamizmi? Davay. Da ну нахуй. 644 ming normalniy bilan olamiz.
Normallik bilan berib yuboradi bolalar, ko'ryapsizlar mana. Pizdes, suka, jalab, normalniy. Da nu naxuy. Tak, boshlaymiz. Tak, bolalar chiqamiz, bo'ldi, kerak emas. 1.600.000 pulimizni bolalar ko'rdingizlar. Qanaqa qilib bolalar ko'paytirib ko'rsatdim sizlarga. Bemalol bolalar 1 millioncha ishlab qo'ydim. Jalab 30 kunda bola 30 million urib olsa bo'ladi. Xuddi shunday qilib strategiya qilib o'ynasangizlar, bemalol bolalar soqqali bo'lishlaringiz mumkin. Tak, YouTube biosida Telegram kanalimiz bor bolalar, Instagram biosida ham bor, ko'rsatganman bolalarga. Bemalol kirib o'tib bolalar kommentariyaga yozamiz, nima muammolar bo'lsa, bemalol yordamlashamiz bolalar. Mayli, sog' bo'lamiz.